Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda Black MC kanali va qarshingizda Humoyun. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda survival qilamiz va oddiy emas, River City Survival. Albatta buni o'zim o'ylab topdim do'stlar. Qani bo'lmasam boshladik do'stlar. Albatta animatsiyalar ham qo'shilgan, xullas har xil modlar bor. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu yoqlarda fakellar. E'tibor bermaysizlar do'stlar. Va shaderlar bilan muammo yo'q. Biz paydo bo'ldik va tez daraxt sindirib ketishimiz kerak do'stlar. Mana bu tepada animatsiya qaranglar. Mana. Ko'rinamiz, keyin ko'rinamiz do'stlar. Ko'rinamiz. Juda zo'r animatsiyalar bor. Ko'rsanglar edi do'stlar. Buni o'chirib qo'yib va tez rivojlanib ketamiz. Betada. Do'stlar, albatta hozir yana bitta narsani ko'rsataman. Buni qo'yamiz va gamma yozsak. Va mana buni biz asosiy maqsadimiz mana shuni yasash do'stlar. Buni yasash uchun esa bu kerak, buning uchun bu kerak. Qiyin do'stlar, qiyin. Hop, bu avtomat modi ham bor albatta. Bu zo'r. Mana buni yasashimiz kerak do'stlar, bizlar. Avtomat modi ham bor. Hech kim xavotir olib tashlamasin. Juda zo'r. Mana bunaqa modlar bor do'stlar. Va mana bunaqa super qilichlar ham bor. Qorong'i tushib psixoloji. Mayli, hozir tez ishlash kerak. Kirka yasaymiz. Quyoshni chiroyliligini bu yoqdan chiqadi hozir. Mana bunaqa modlar bor do'stlar. Qalay, yoqdimi? Unday bo'lsa tez sindirib ketamiz. Tez sindiramiz. Yaxshi. Oba. Yaxshi, toshlarni ham tez sindirishim kerak. Do'stlar, zoo modi ham bor. Bu qanaqa mod deyishingiz mumkin. Bu uy hayvonlari modi ham bor. U ham ishlasa agar. Yana qanaqa modlar bor? Zoo, ya'ni hayvonlar modi ham bor. Har xil krokodil, yana gorilla, meduza, xullas akula, oq akula, yana xullas shunaqa kit ham bor do'stlar. Shunaqa modim bor. Mod dahshat do'stlar, shunaqa zo'r. Maza qilasizlar. Qismlarga bo'lib qo'yaman. Oydi chiroyliligini. Tez sindirib qochish kerak. Darmenlar. Alay do'stlar. Xullas qilich, qo'lga taqib ketdik. Kirgan o'xshaydi. Qachib tur. Bu tasmasingiz. Bo'ldi. Do'stlar, ketdik. Hozir 1 minut do'stlar. Bo'ldi do'stlar, nima qildingiz deyishingiz mumkin. Bitta ish narsa, albatta modlarni o'chirib qo'ydim. Men modlar paydo bo'lishini o'chirib qo'ydim. Nima kerak to'g'rimi? Hozirga ziyon tegadi. Chikan qaranglar do'stlar. Mana, qaranglar do'stlar. Mana bu joyga yaxshilab qarab turinglar. Op. Ko'rasizlar. Endi urushdi. Ko'rasizlar. Sindirishdi. Yugurib sindir. Dahshatda bu animatsiya bo'ldi. Hop, yuguramiz. Hop, do'stlar, qishloq topsam yaxshiroq bo'larmidi? Do'stlar, mana men daraxt olishga qaror qildim. Chunki daraxtimiz kam. Hop do'stlar, bo'ldi. Hop, jungliga ham kirib keldik. Bu yaxshi, to'g'ri, junglida o'chiq foydali narsa bor, lekin mayli jungliga kirmaymiz. 1 minut do'stlar. Do'stlar, mana yuribman. Xullas, ertalab bo'lib ketdi, juda ham ertalab bo'lib ketdi mana. Vosh qiynalib 2 soatdan beri yuraman. Borku. Mana xo'sh shaxta topdim. O'ylamay qilsam aniq. Hop. Shuncha IQ darajamni ishlataman do'stlar. IQ necha do'stlar? Cheksiz IQ bor.
cheksiz. Aslan cheksiz IQ do'stlar. Temir topsam yaxshiroq bo'lardi. O'qishga avvalroq joy topishim ham kerak. Shu olamiz. Uch dedim. Oxirgi qumimni ishlatsam. Normalda qo'yilmadi ham. Mayli. Tosh 3 ta blok va hammasi normalda qo'yilmadi. Bo'ldi. Yaxshi do'stlar, u yoqqa o'tishga ozgina blok kavlab olamiz. Temirlarni kavlaymiz va eritamiz pechkada. Oba. Toshlarni kavlab olamiz, kavlab va u tomonga o'tamiz do'stlar. Shag'alim ham bor. Mayli. Yo'qda temir ko'rgandim, qaysidir Gulistonda. Biz ko'ramiz temir qayerda ekan. Va uzoqda ekan. Mayli boramiz. Bu yerlar bir xilday. Yaxshi kavlaymiz va shu joy boradi. Va bu yerda ham bor. Yana pastroq o'tishimiz kerak edi. Sizlar. Ne oldu hazır? Humoyon öyle. Yetmageniga kim inventoryam yoniqmas. Endi nima qilaman? Sizlar. Nima kirib ketdi? Mayli. Qilmaymiz do'stlar. Ho'ydana. Xullas do'stlar, bu yerda bazir topib keldim borku. It azobini ko'rdim. Kelgancha it azobini ko'rdim do'stlar. O'lib ham qolamanmi? Hech zamonda o'lib ham qolamanmi? Mayli, kimdir yoqib qo'yamiz. Shunday bo'ldi. Bu yoqda ham temirlar bor. Temirlarni kavlab olamiz. Yaxshi do'stlar. Qo'yvorsak, birinchi marta men nima yasamoqchiman do'stlar. Bu uchun temir kerak. Bu foydali deb eshitganman. Juda foydali deb eshitganman. Agar eshitganlarim rost bo'lsa do'stlar. Ikkitasi pechga yetadi hozirchalikka. Chunki temir ham ko'p. O'rtadagina 3 ga bo'lamiz. Tez pishar shunda. Nima bo'lyapti do'stlar? Mayli bunisiga qo'yamiz. Tez pishadi. Men endi yasasak bo'lardi. Nima deb hayron bo'lyapman men ham. Bilmayman lekin nima ekan do'stlar? Bular nima ekan endi? Ular toshda yasaladi. Bizlarga kerak, stol kerak. Uni menimcha do'stlar keyingi qismda yasaymiz. Chunki uni yasash hozircha qiyin. Keyingi videolarda oson bo'ladi. Tezroq pishishini kutamiz va olamiz. Suramiz. Zo'r qo'shib bo'ldi. Endi temir. Nima bu? Nimaligiga keyin qiziqib ko'ramiz. Bular yasa bo'lar. Yaxshi narsalar yasa bo'lar. Buni yasaymiz. Bo'ldi do'stlar, ketdik endi. Safarga otlanamiz endi. Albatta, kon safariga. Burchakdagi animatsiyaga qaranglar. Animatsiya bor bu. Ko'mir topganimda yaxshiroq bo'lardi. Do'stlar, bularni olib olamiz. Videomiz cho'zilib ketyapti albatta. Zerikib qolmaysizlar do'stlar. Juda ham sindirib olamiz buni. Do'stlar, albatta 15 tadan oshib hatto 17 ta bo'lib ketdik do'stlar. Men nihoyat orzumga yetyapman do'stlar. Sizlardan rahmat aytaman sizlarga.
nima bu yer? Temir konov deyman. Dahshat ko'p temir bor-ku. Faqat chiqmayapti. Ko'mir chiqmayapti. Ko'mir chiqqanda yaxshi bo'lardi. Bu ham chiqmayapti. To'g'ri o'chib qo'ymaganman u. Oshini yoqib qo'yamiz do'stlar, hech bo'lmasa iziga. Hop. Har doim qo'rqasizmi deyishingiz mumkin. Yo'q, qo'rqmayman, lekin baribir. O'tdi. Tomot qo'shganman-da. Horror modda endi. Mod bor birdan chiqib qolsa bor deb qo'rqyapman-da shu. Birdan chiqib qolishdan qo'rqyapman. Nimadir bo'ladiganday. Okey. Ko'rgimchak. Naqd chiqarib olamiz. Nima bu? Qurolni ham tekshirib olamiz. Olmos! Şu almaz. Yo'may. Yo'may. Nima edi u? Bu qurol qanaqa qurol do'stlar? Aytinglar menga almos top, izimrud yotibdi yerda. Yo'mayo. Eng zo'r ekan u. Eng zo'r ekan do'stlar, eng zo'r ekan u. Yashin. Ovqat kerak do'stlar. Do'stlar, lekin hayronman. Qanaqasiga mobdan almas tushdi. Ya'ni cheater deb o'ylamanglar. Cheat ishlatganim modda kuchida do'stlar. Modda kuchi. Kimga agar shu mod kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimda bo'ladi. Albatta yuklab o'ynashlaringiz mumkin. Juda ham ajoyib mod albatta. Hop do'stlar. Xullas do'stlar, ko'mir topdim. Va mana bu yoqlarga keldim. Bu yoqlar yaxshilikka deb umid qilaman. Yoritamiz, temirlar bor ekan. Bu yaxshi. Temir borligi albatta yaxshi do'stlar. Bularni kavlab olsak. Kavlab olamiz temirlarni. Hop va bo'ldi. Menimcha. Va bo'ldi. Shuncha temirim bor. Agar zombi yaxshi. Yo'q, jonim olmaz. Ikkinchi olmaz. Ko'zimga ishonyapmanmi? Haqiqatmi yo'qmi? Do'stlar, 2 ta olmosim bor. Haqiqatmi bu? Tushunmayapmanmi do'stlar? Klipperdan yaxshi narsalar tushadi menimcha. Do'stlar, buni portlashini kim ko'rdi? Mod kuchida do'stlar. Hali ham tutun chiqayotibdi. Yo'mayo. Faqat modlar borligini do'stlar o'zim ham bilmagandim. Har holda shunaqa ko'p mod borda, endi nima deysizlar? Birga aqli yetadi. Aqli yetmaydi. Men shu o'ylayman. Nima chiqdi hozir? Nima chiqdi? Ukajonim, Skeletni o'ldirdim. Endi qoch. Qoch. Nima chiqdi do'stlar? Nima chiqdi hozir? Вообще-ku. Klipper. O'lib qoldim. Mayli, chunki tashqariga ovqat yig'ish kerak o'zi. Xo'p, qo'ylar qarisallar, qo'ylar va yana zombilar. Mayli, bular bilan urushga ketamiz. Shundan keta olmaymiz albatta. Yana temir do'stlar. Yo'mayo, nezerga bormasdan kvart, nezerit quyma. Sabzi? Boshqa bo'laman. Hozir do'stlar, mana bu nima? Qanaqa qush? Bular qush borligini Minecraftda bilmagandim do'stlar. Qoch. Qush meni uryaptimi deb o'yladim.
Do'stlar, videomiz shu yerda o'z yakuniga yetadi. Sizlarni bu videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat aytmoqchiman. Hammaga xayr do'stlar. Hammani joni sog' bo'lsin, oilalaring tinch bo'lsin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Xayr. Albatta mana bu qurolga rahmat aytmasdan iloji yo'q. Xayr do'stlar. Ciao. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham jingillatib qo'yinglar do'stlar.